alaykum qadrli ishtirokchilar. Bugun sizlar bilan Webull ilovasini qanday yuklab olish va undan qanday foydalanish to'g'risida ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz agar telefoningiz Android bo'ladigan bo'lsa, Play Store ilovasiga kirasiz. Kirganingizdan so'ng Webull deb qidirasiz. Mana Webull qidirganingizda mana ikkinchida turibdi, mana ko'k shoxli orqasi oq fondagi ilova kelib chiqadi. Shu ilovani yuklab olamiz. Ushbu ilova orqali biz polniy texnik analizlarni qilishimiz mumkin yoki aksiyalarni kuzatuvga olib qo'yishimiz mumkin. Bundan tashqari demo hisobda savdo qilishimiz ham mumkin. Bularning barchasini birgalikda ko'rib o'tamiz. Mana ushbu ilovamizni ham yuklab oldik. Endi ochamiz. Ochganimizdan so'ng o'tishimiz kerak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish uchun albatta sign up tugmasini bosamiz. O'ng tarafda joylashgan sign up tugmasini bosamiz. Bosganimizdan so'ng bizda telefon raqamingizni kiriting deb chiqadi. Shunaqa vaziyatda biz sign up with email bosamiz. Ya'ni O'zbekiston telefon raqami orqali ro'yxatga o'tmoqchi bo'lsak, O'zbekiston telefon raqamiga SMS kod kelmaydi. Shu sababli biz email orqali ro'yxatga o'tamiz. Emailga bosganimizdan so'ng o'zimizni emailimizni kiritamiz. Mana emailim kiritganimdan so'ng pastda ikkita bitishga qo'yamiz. Bitishga qo'ydik, ya'ni shartlariga roziman deb. Undan so'ng next tugmasini bosamiz. Bosganimizda biz emailimizga 6 xonali son keladi. Mana shu 6 xonali sonni biz kiritishimiz kerak bo'ladi. 085 059. Ushbu sonni kiritganimizdan so'ng biz parol o'ylab topishimiz kerak bo'ladi. Aytaylik, men parol o'ylab yozaman. Demak, parol 8 dan ko'proq belgidan iborat bo'lishi kerak va uning orasida katta harf, kichkina harf va raqamlar ishtirok etishi shart. Undan so'ng parol o'ylab topdik. Birinchisiga, ikkinchisiga o'sha parol qaytarib yozgandan so'ng sign up tugmasini bosamiz. Va bizda mana tushuntirish bo'limiga o'tdi. Skip bo'limini bosamiz va bizda xuddi shu ko'rinishdagi oyna chiqib keladi. Endi biz bu yerdan o'zimizga kerakli aksiyani bu yerda lupa bo'limini bosish orqali topishimiz mumkin. Lupa bo'limini bosgandan so'ng biz simbol qidirishga kerak. Biz Tesla aksiyasini izlab ko'rmoqchimiz. Tesla artikelni yozamiz. Yozgandan so'ng birinchida chiqib keladi. Bosaveramiz va mana ko'rib turganingizdek Tesla aksiyasining joriy narxi $248 ekan. Endi xuddi shu vaziyatda biz ko'rgan bo'lsanglar, bizning grafikimiz chiziqli ko'rinishda, mana shu chiziqli ko'rinishda biz hozir shamchoqli ko'rinishga o'tkazib olamiz o'zimizga tushunarli bo'lishi uchun. Buning uchun mana bu tugmani bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu yerdan candle bo'limini, ya'ni shamchoq bo'limini tanlaymiz. Shamchoq bo'limini tanlagandan so'ng bizda mana ko'rib turganingizdek grafik shamchoq o'tdi. Keyingi qiladigan ishimiz bu yerda time frame'larni almashtirish bo'ladi. Bu yerda kunlik, haftalik va oylik time frame'lar mavjud. Shundan bizga ma'qul bo'lgan kunlik time frame tanlaymiz. Mana kunlik time frame tanladik va bu yerda grafik chiqib keldi. E'tibor bergan bo'lsangizlar, bu yerda bir nechta qo'shimcha chiziqlar ham mavjud. O'sha chiziqlarni o'chirib qo'yish uchun, ya'ni indikatorlar hisoblanib o'shalarni o'chirib qo'yamiz. Buning uchun to'rtburchak qismiga bosamiz va indicators bo'limidan indikatorni o'chirib qo'yamiz. Mana ko'rgan bo'lsanglar, mana qo'shimcha chiziqlar yo'qoldi. Undan so'ng bu yerda turgan to'rtburchaklar yo'qotish uchun esa mana ko'rib turganlaringizdek, mana Tesla aksiyasining grafiki toza holga keldi va bundan so'ng endi bemalol tahlil qilishimiz mumkin. Buning uchun tahlil qilish uchun bu yerda kengaytirish tugmasini bosamiz va xohlaganimizcha o'zimizga mos ravishda trend chizig'i yoki boshqa narsa chizib olishimiz mumkin. Mana trend chizig'i yoki bu yerda mana to'rtburchak chizib olishimiz mumkin va o'zimiz xohlagan instrumentni shu yerdan tanlab olib chizishimiz mumkin bemalol. Undan so'ng endi Tesla aksiyasini biz kuzatuvimizga olib qo'ymoqchimiz, ya'ni doimiy kuzatuvimizda turishi kerak. Buning uchun nima qilamiz? Bu yerda o'ng taraf tepa burchakda joylashgan yurakcha tugmasini bosamiz. Mana yurakcha plus tugmasini bosadigan bo'lsak, bizani kuzatuvimizga qo'shildi. Ya'ni Webull kirgan vaqtimizda, keyingi safar Webull kirganimizda mana my watch list, ya'ni mening kuzatuvimdagi aksiyalar degan qismda albatta Tesla aksiyasi turadi. Ya'ni Tesla yoki aytaylik, ya'ni qo'shimcha aksiya qo'shmoqchi bo'lsak kuzatuvimizga add symbol degan bo'limni bosamiz. Bosgandan so'ng search symbol chiqadi va bu yerdan aytaylik MSFT, ya'ni Microsoft aksiyasini qo'shmoqchimiz. Grafikga kirib o'tirmasdan to'g'ri qo'yish uchun plus tugmasini bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek
Microsoft va Tesla aksiyasi kuzatuvimda paydo bo'ldi.